Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin eslatib o'taman. Bugun Abduqodir Husanov jarohatdan qaytib maydonga tushishi kutilmoqda. Ya'ni hamyurtimiz katta ehtimol bilan asosiy tarkibda o'ynaydi. Angliya Kubogi doirasida bugun 1-16 final, ya'ni Manchester City va Salford o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tadi. Uchrashuv vaqti kechki soat 20:00 da, ya'ni 8 ga to'g'ri keladi. Agarda hamyurtimizning o'yinini jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozilgan selka orqali Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin yoki bo'lmasam Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiriting va Abduqodir Husanov nomli kanalimiz kelib chiqadi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, Manchester City va Salford City o'rtasidagi uchrashuvni jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, Telegram kanalimizda nafaqat Abduqodir Husanov, balki Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning o'yinlari ham jonli efirda translyatsiya qilib beriladi. Qadrli do'stlar, ajoyib xabar. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Igor Sergeyev hozirgi kunda Eronning kuchli klublaridan biri bo'lgan Persepolis safida faoliyat olib bormoqda va jamoa hujum chizig'ida muhim futbolchilardan biri hisoblanadi. U joriy mavsumda bir nechta uchrashuvlarda maydonga tushib, jamoasining hujumlarida tashkil qilishda faol qatnashmoqda hamda gol urish va golli vaziyatlar yaratishga yordam bermoqda. Sergeyev o'zining tajribasi, maydonni yaxshi ko'ra olish qobiliyati va sovuqqon zarbalari bilan jamoa muxlislari e'tiborini tortmoqda. Uning hozirgi formasi barqaror bo'lib, jamoa murabbiylar shtabi ham unga ishonch bildirmoqda. Yaqin kunlarda Persepolis Eron chempionatida navbatdagi muhim uchrashuvlarni o'tkazishi rejalashtirilgan bo'lib, bu o'yinlar ham Sergeyev asosiy hujumchi sifatida maydonga tushishi kutilmoqda. Shu bilan birga futbolchining O'zbekiston milliy terma jamoasidagi faoliyati ham e'tiborga loyiq bo'lib, u terma jamoa safida ko'plab muhim gollar muallifi bo'lgan tajribali hujumchi sanaladi. Hamyurtimizning klubdagi darajasi 2025-2026 yilgi mavsumlar orasida Persepolis jamoasida hozirgacha bir qancha uchrashuvlarda maydonga tushdi va gollar urmoqda. Masalan, 4 ta o'yinda bitta gol bilan ishtirok etgan. Milliy jamoamizda esa 81 ta o'yinda 24 ta gol muallifiga aylangan. O'zbekiston Superligasida 100+ gol urgan futbolchilardan biri sifatida tarixga kirgan hamyurtimiz 2025-yilda Paxtakor safida Superligada 20 ta gol bilan to'p urar bo'lib turibdi. Hamyurtimiz so'nggi paytlarda futbol olamida Sergeyevga Yevropaning grand klublaridan biri bo'lgan Paris Saint-Germain tomonidan qiziqish bildirilayotganligi haqida norasmiy xabarlar ham tarqalmoqda va bu transfer amalga oshsa futbolchi faoliyatidagi eng katta bosqichlardan biri bo'lishi mumkin. Hozircha muzokaralar yoki rasmiy taklif haqida tasdiqlangan ma'lumotlar yo'q, ammo Sergeyevning hozirgi o'yin formasi va xalqaro tajribasi uni yirik klublar e'tiboriga tushayotganini ta'kidlamoqda. Ya'ni juda ham ko'p nashrlarning yozishicha, hamyurtimiz Igor Sergeyevga hozirda PSG klubi bosh murabbiyi Luis Enrikening shaxsan o'zi qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar chiqmoqda. Ya'ni Luis Enrike 2026-yilgi Yevropa Chempionlar Ligasini yutish uchun Igor Sergeyevni ajoyib variant sifatida ko'rmoqda. Bu xabarlar Yevropa nashrlari manbalari tomonidan tasdiqlandi. Ya'ni do'stlar, men mana shunday nashrlar chiqargan xabarlarni kechasi bilan uxlamasdan sizlarning e'tiboringizga havola qilaman, mehnat qilaman. Juda ham ko'p odamlar mening kommentariyimga negativ fikr bildirishyapti. Qadrli do'stlar, esingizda bo'lsa, yana bir hamyurtimiz Abduqodir Husanovning Lensdan Manchester Cityga o'tishiga deyarli 95% o'zbekistonliklar ishonmaganda, ammo yakunda Abduqodir Husanov Lensdan Manchester Cityga transfer qilindi. Qadrli do'stlar, nima demoqchiman? Hamyurtimiz Igor Sergeyevni qo'llab-quvvatlab kommentariyga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Igor Sergeyev" deb yozib, chiroyli kommentariyalar qoldirishingizni so'rayman, chunki bizning videolarni faqatgina o'zbeklar emas, Yevropadagilar ham kuzatishadi. Albatta do'stlar, chet elliklarga o'zbeklarning aktivini ko'rsatib, kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston" deb yozib qo'yishni unutmang va keling do'stlar, birgalikda bugun kanalimiz a'zolari sonini 10 mingtadan ziyod qilib tashlaymiz. Albatta bu o'zbek futboli kanali oilasi a'zolari qo'lidan keladi. Qadrli do'stlar, yana bir narsa ma'lumot uchun aytib o'taman. Bugun hamyurtimiz Abduqodir Husanov 8:00 da
Manchester City'da yangi o'yinini o'tkazadi. Ya'ni ketma-ket do'stlar, ertaga Bashakshehirning, ya'ni Eldor Shomurodov va Bosbek Fayzullayevning o'yinlari ham bo'lib o'tadi. Ushbu o'yinlarni ham jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariyada yozilgan silka orqali Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin yoki bo'lmasam Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiriting va Abduqodir Husanov nomli kanalimiz kelib chiqadi. Kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, O'zbekistondagi barcha ma'lumotlar, o'zbekistonlik futbolchilar haqidagi ma'lumotlar barchasi Telegram kanalimizda berib boriladi. Hozir o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, jonli efirda birgalikda tomosha qilamiz o'yinlarni do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.